Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16-avgust, yakshanba 2026-yil. Mana Boboshbek bozorida bugun bozor. Shu kiyimlar narxi bilan tanishtiramiz. Bular donaga ham sotiladi. Bularning materiali HB. Shundaymi aka? Eng trenddagilar. Eng trenddagi HBlardan nech pul deyapsiz bularni? Pachka 75 million. Pachkaga 75 ming so'm ekan. Donaga nech pul bo'ladi? Donaga ham xuddi shu narxda qilib berishar ekan. Razmeri qanaqa bo'ladi buni? Razmeri 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha razmer. Bunisi-chi? Ya bu rasvetkasi. Xo'p. Bunisi-chi mana ular-chi? Bular 75 ming bular ham. Bular ham 75 ming so'm ekan. Pachka dona bir xil. Materiali HB. Bu haligi birinchidagini rasvetkasi ekan. Hozirgi vaqtda nechta rasvetkasi bor bular? 4 xil rasvetkasi bor ekan mana. Bu bitta, ikkita, 3ta. Ochilmagani bo'ldi. Ha. Ochilmagani bor. Malol ochilmagani bor. Mana qizilga tortib ketar ekan bu ham. Malol. Ha, mana maloshni tugma mana. Xo'p, bularni nech pul endi? Bularni 70 ming beryapmiz bular ham. Uzun lozim bor. 70 ming so'm qilib berishyapti ekan lozimi bilan. Dona pachka narxi bir xil. Shunaqami? Razmeri qanaqa buni? Razmeri 58 gacha. Nechidan? 52 dan. 52 dan 58 gacha razmer. Bu taraflarchi? Bu taraf ham xubun shu rasvetkasi uchovi. Mana shtambillar. Ha, bular rasvetkasi ekan buni. Bular endi shtampillar. Bular aksiyada hozir 60 ming bor. 60 ming so'mdan ekan mana. Lozimi bor. Lozimi bilan 58 gacha razmer. 52 danmi? 52. 52 dan 58 gacha razmer mana bular. Donaga ham nech pul donaga? Dona pachka bor. Dona pachka narxi bir xil 60 ming so'mmi? Zo'r. Like'da hozirdan bosinglar, kommentariyani banglatib tashlanglar. Bularchi? Buni doykamizda ham bunda ham gullar bor. Buni ham 60 ming Ha. bor deb ham shu skitkada. 60 ming so'mdan ekan bular. Bu ham shunaqa. Buni 55 ming Bu beryapti. 55 ming so'm qilib berishar ekan mana. Qizil gullisi bor ekan. 60 gacha razmer buni ham. Zo'r. Bu tarafchi? Bular xabar mana ularimiz. Ha. Bular 60 ming pachkaga. Bular HB ekan, bu taraflar 60 ming so'm pachkaga, donaga 65 mingmi? Donaga 60 Donaga 65 dan razmeri standart. standart ekan. Nechidan nechigacha tushiradi? 56 gacha tushiradi. 50 48 dan boshlab 56 gacha tushiradi. 48 dan 56 gacha tushirar ekan razmeri. Buchi? Bular 75 ming. Bular 75 ming so'm ekan. Mana bu ikkalasi ham shunaqa 65 ming ikkalasi. Buchi mana ular. Shtambil 65 ming beradi. Mana xabar bu. Mana bular shtampil ekan, bular 65 ming so'm ekan. Shu tepa pas, bunisi HB ekan. Nech pul bu? 75 ming so'm ekan. Mana shu rasvetka. Shu qizil rasvetkasi mana bunisi ekan, qora. Bular 75 ming. Telefon nomeringiz nechi? 90lik. 90lik 851 851 622. 6022 ga aloqaga chiqaverasizlar. Nimani bassin? Like bossin aka. Like bosaversin ayami. Boboshli bozorga kelaversanmi? Yaxshi. Shu bozorda manzili bu Qo'qonning bozori biz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Shu chorshanba, yakshanba kuni ertalab hozirgi vaqtlarda 3larda boshlanib, kunduzi 10 gacha bo'lib turgan bozor.